Ushbu loyihasi bilan hamkorligida Namangan viloyati Pop tumani Chig'anoq MFA 606 va 607 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekilgan, maydon hajmi 10,5 gektarni tashkil etadi. Uzunligi 500 metr, bo'yiga 210 metr. Videoda ko'rib turganingizdek, har bir tomondan chegaraga ega alohida belgilab o'tilgan. Hozir ekinlar tayyor holatda, ekinlarni yig'ishtirish 10 kun davom etadi. Ushbu loyihaga 25 dehqon xo'jaliklar biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,140 gektar yer maydonlari to'g'ri keladi va bu loyihani liza tadbirkor Parpivoda Qodirov bilan fermer xo'jaligi biriktirilgan. Loyiha bo'yicha har bir gektardan 14 tonna, jami 367 tonna hosil olish rejalashtirilgan bo'lib, ikkinchi ekinda loviya ekish orqali ham yer egining daromadlari yanada oshirib